Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona viloyati Rishton tumanidagi obyektimizni kotelniysini terib berdik. Obyektimizning santexnik ishlari bo'lgan ekan. Topli pol radiatorlar bo'lgan ekan. Общий 160 kvadrat, 100 kvadrat topli pol, 60 kvadrat radiator. Kotelniyimiz pastda podvalda bo'ldi. Trassalarimizni yerdan o'lib o'tganmiz. Gidrokollektronga перечный вторичный kalsoq berganmiz. Katolimiz Zoto Kuba 25 kilovatli avtomat katol. Dimxodlarni ham chiroyli akkuratlik qilib montaj qilib berganmiz. Bitta havo kirish, bitta havo chiqib ketishga ham teshib o'rganmiz. Ko'mirlarni olib kelib tayyorlaganmiz. Farg'ona Quvasoy Behruz akaning ko'mirlari. Belog'ma smichka 6000, 6500 atrofida kaloriyali ko'mir. Demg'odlarni Rossiyadan chaqirtirgan ekanlar. 2 metr yetmay qoldi. Nerjevekadan 2 metr yasattirib, 15 kun bir oy ichida, xudo xohlasa, kelib, yo'qib, isbitana qilib, klientga topshiramiz. Orqa tomonlari ham 70-80 sm devordan qo'chirganmiz. Katol agar to'ladigan bo'lsa, ularga shu joylarni o'chib, tozalab olinsa bo'ladi. Sirkulyatsiya nasosini katolga ulab qo'yganmiz. Ishga 1 dan 5 gacha baho berib qo'yasizlar. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Agarda katolli dimoxodni narxlar qiziq bo'lsa, videoni pastida Telegram kanal silkasini qo'yib qo'yaman. Ko'mirnikini ham, katolnikini ham o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi.